Вот. No do'stlar, hozirgi men his qotgan emotsiyalar bilan juda katta narsa. Iltimos har bir gapimni juda jiddiy qabul qilinglar. 8 ming odam efirda, 11 ming like. No what? Endi nima deyman? Ana endi hozir mana bizlarni yig'ishtiramiz pilisos bilan. Bundan keyin esa haqiqiy 3 million nishonchi tayyorgarlik ko'ramiz va darket videosini bugun montajini qilib bo'lib, bugun kechqurun YouTube'ga yuklamoqchimiz plan bo'yicha. Bugun kechqurun YouTube'ga yuklaymiz-da, undan keyin nechta kundan keyin video chiqadi albatta, sal kuttirib, ya'ni sal sog'intirib. И всё, keyin fan встреча bo'ladi. Прикинь. Mashhur blogerlar birga sahnada turamiz. Hamma baqirsa-da, men orzuyimda to'g'risi do'stlar. To'g'ri sahnada turibman, hamma baqiryapti qo'y. "Oh, Omonxon! Plakatlar ilib kelgansizlar, men rasm chizgansizlar. Omonxon, ayol video yozgansizlar. Omonxon, eng qichqu bola yozgansizlar. O'zbek YouTube'ini, eng yaxshi bir odamlardan biri deb yozgansizlar" dedi qo'y. Plakat ko'tarib tursiz. "Oh, Omonxon, amonda chiqib kelman"da. Yig'lar. Qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin do'stlar? O'tdi, bля, to'g'risi talab orzu men uchun. Menga haligacha orzu. Mana, juda yaqin kelgan bo'lsam bu ishga, lekin hali qilib ko'rganim yo'q. Shu uchun bilmayman. Bilmayman, o'zimga ko'rib turgan odamlar buni xohlaydimi yo'qmi bilmayman. Lekin men xohlayman shu narsani. Do'stlar son baqirib chaqirishini, chiqib turib hamma odam oldida nimadir qilib, "Do'stlar, qiziqmisizlarga aytsam, sizlar mana bu chatda hammasida qo'y, yonimda ha deb baqirishinglarni, eshitilyapti desam ha deb yo'g'irishinglarni, hamma shokka tushib, "Omonxon nima qilib tashladi?" biladi, kim o'zimi, kim tanimaganlar ham shokka tushib qolishini xohlayman. Va bu narsani qilsa bo'ladi. Bu narsa uchun bir boqimali yoki qilish mumkin bo'lmagan ish emas. Shunchaki obunishdan qo'llab-quvvatlabi, biz hammasiga erishamiz. Va do'stlar, biz 3 million mashina shunaqa bir такой скромный inshaalloh deylik. Chunki haqiqiy dabdabali такой shov-shuvli inshaalloh tez kunda. Uni o'tkazmaslik uchun albatta Telegram kanalimni kuzatib boringlar. Chunki Telegram kanalimda aniq kuni, soati va qayerda bo'lishini yozib qoldiraman. O'zi Toshkent shahar Anhor parkida bo'ladi. Просто Anhor park aynan qayerligini topolmay qidirib yurmaysizlar. Aniq manzillar beraman. Va qaysi blogerga kirishi. Shu bilan efir tugadi. Menimcha hammaga rahmat. Mana Telegram kanalini saqlab qo'yaman. Efirdan keyin Telegram kanaliga o'tinglar. Va esdan chiqarmanglar. Onasini masalan juda qattiq yaxshi ko'raman. Let's go! Darknet tez kun yetgancha bugun montaj vaqtiga tugatib olaylik. Men sizga Telegram kanalida aytaman qachon chiqishini. Давайте. Let's go. Sawadee Free shit.